Azizlar, narx nimaga qarab shakllanadi? Shuni faktorlarni ro'yxatini qilib chiqdik. Birma-bir tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda qaysi rayonda joylashganligi. Ikkinchi o'rinda o'sha rayonda qaysi lokatsiya. Har bitta rayonning o'zining markazi bo'ladi. O'sha markaz bog'ga yaqinmi yoki metroga yaqinmi? Uchinchisi kvadraturasi. 2 xonali 50 kvadratmi yoki 2 xonali 30 kvadratmi? Misol. Uchinchisi planirovkasi. To'rtinchisi qaysi qavatda joylashgani. Beshinchisi remonti. Bahagilar haqiqatan mehr bergan bo'ladi. O'zim yashayman deydi, boshqa deydi. Va yana bir sabab o'sha uy egasi nimaga sotmoqchi? Misol kimgadir pul zarur bo'lib qolganidan va bundan kelib chiqadi yana bir sabablar ketma-ketligidan narx shakllanishida umumiy olganda shu talablar, lekin hozirgi kunda odamlar o'zini kreditini ham, bolalarini to'y pulini ham, o'zini keyinchalik sotgandan keyin oladigan uyini ham, remontini ham qo'shib narx chiqaryapti. Shunga ozgina kutib tursanglar yoki yaxshiroq analiz qilsanglar yoki realtorda tajribalisiga uchrab turib iltimos qilsanglar, sizga yaxshiroq narxdagi o'zingizga, dilingizga, talabingizga mos uy tanlab beradi. Salomat bo'ling.